Dünyadagi eng qadimiy universitet. Al-Qaravin Universiteti UNESCO'ning qarori va Guinness Dunyo rekordiga asosan dunyodagi eng qadimiy oliy ma'rif organi va dunyodagi tunji davolash o'rni nomini olgan universitet bo'lib qolgan. U hozirgacha to'xtab qolmay davom qilmoqda. Tarixchilar uni dunyodagi eng qadimiy universitet deb qaraydi. Marokashning Fas shahridagi Al-Qaravin Universiteti milodiy 859-yili bir musulmon ayol boy savdogarning ilg'or tarbiya ko'rgan qizi Fatima al-Fihri tarafidan madrasa masjid binosi sifatida qurilgan. Ayni chog'da Al-Qaravin Universitetiga Marokash va islom dunyosining g'arbiy qismi bo'lgan G'arbiy Afrikaning markaziy joylaridagi o'quvchilar kelib o'qigan. Hatto ba'zida Iroq, O'rta Osiyodan kelib o'qiganlarmi bo'lgan. Mazkur universitet Al-Qaravi masjidiga qarashli ma'rif organi bo'lib, universitet masjid silingandan keyin u yerda dars va klassik suhbat halqasi shaklda o'qitishni boshlagan. Keyin u islom dunyosining oltin davridagi ma'naviy va ma'rif markazlarining biriga aylangan. Marokash tarixchisi Muhammad al-Muminiyning so'ziga qaraganda, Al-Qaravin masjidi 1147-yillarga kelguncha faqat masjid bo'lgan bo'lsa, 1269-yillardan keyin masjid ham universitetning funksiyasini unumli yurgizgan. Alfred Bell va Evarist Levi Provencal qatorliq kishilar Marivit davridan, ya'ni 1244-1465-yillardan burun Al-Qaravin masjidiga universitet unvonini bermaydi. Al-Qaravin universiteti yana dunyodagi maxsus ilmiy tadqiqot va unvonlarni kashf qilgan tunji ilmiy organ bo'lib hisoblanadi. U milodiy 1963-yili Marokashdagi zamonaviy ommaviy universitet sistemasiga qo'shib etilgan. Al-Qaravin universiteti va milodiy 971-yili silingan Azhar universiteti dunyodagi eng burungi oliy maktablar deb qaralayotgan bo'lsa-mu, Uyg'ur tarixidagi Sochiya madrasasi kam deganda Azhar universitetidan chorak asr ilgari qurilgan edi. Al-Qaravin universiteti va Azhar universiteti dastlabda bir masjid sifatida qurilgan bo'lsa, 945-yili qurilgan Sochiya madrasasi bilan mashhur vazir Nizomul Mulk 1065-yili Bag'dodda qurib chiqqan Nizomiya madrasalari ayni hozirgi xalqaro oliy maktab shartlarini to'liq hozirlagan oliy maktablarga o'xshaydi. Yevropadagi oliy maktablar oradan 3 asr o'tgandan keyin ondan bas-basta qurilishga boshlab, 5 asr o'tgandan keyin ondan universitetlikda Sochiya madrasasi bilan Nizomiya madrasasiga tanglashishga boshlagan. Ishonchlik tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda, dunyodagi haqiqiy ma'nodagi muntazam obratlar to'liq har jihatdan oliy maktablik shartini to'liq hozirlab, muqim rasxod ajratilib, muntazam o'qituvchi hisoblangan tunji oliy maktab Sultan Sutquraxon 945-yili qurgan Sochiya madrasasi ekanligi ma'lum. To'liq afsus, Uyg'urlar hozir dunyodagi bir mazgil unutilib ketgan va tarixiy meroslari ig'ir darajada bulang-talang qilingan millat bo'lg'achqa, eng yomoni hozir dunyodagi boshqa millatlar bilan barobar bir mustaqil davlatda bo'lmag'achqa, butun dunyodagi eng qadimgi tunji degandek rekordlarga loyiq bo'lgan sanoqsiz meroslari tegishli o'rin tepishdan mahrum qolmoqda. Milodiy 939-yili tunji turkum yaramliq izbosarlarni xalqimizga taqdim qilishni boshlab, 945-yili unumi ko'rilishga boshlagan. 1019-yildan toki 1212-yili kuchlik xon tarafidan vayron qilinuvchi bo'lgan 200 yilda Qaraxonlar davridagi donliq olim ulamolar, harbiy va mulkiy amaldorlar har sohadagi hunar kasb egalarini tarbiyalab chiqib, Uyg'ur xalqining o'rta asrdagi shonliq davrini yaratgan, shunaqla İslamiyet tarixidagi tunji universal oliy maktab bo'lgan Sochiya madrasasi bugun xalqimizning esidan ko'tarilib ketish xavfida turmoqda. Kelgusi 1000 yilda uda faxrlangudek olimlarimizdan Husayn ibn Xalaf, Yusuf Xasajev, Mahmud Kashig'ari, Abdug'offur Damulla, Alloma Aloyiddin Xutani qatorliq nomi o'chmas buyuk olimlar mushu Sochiya madrasasining o'quvchilari edi. Islom tarixidagi tunji turk islom davlatini 20-asrda tunji islom jumhuriyatini, 10 yildan keyinla tunji demokratik milliy jumhuriyatni qurib chiqqan xalqimiz 1000 yil burun dunyo tarixidagi tunji oliy maktab bo'lgan Sochiya madrasasini barpo qilgan edi. 1212-yili kuchli xon tarafidan vayron qilingan Sochiya madrasasining o'rniga 1255-yili Chag'atay xonligining Uyg'ur valisi Mas'ud Beg
Mas'udiya madrasasini bino qilgan va uning yeniga Saodat kutubxonasini soldirgan. Ayni vaqtga nisbatan dunyoda oldin qator turadigan bu mashhur kutubxona 18-asrda Abbaq xo'ja muridlari Qashqar hukmron bo'lgan mezgilda vayron qilingan bo'lib, kutubxonadagi kitoblar 3 kecha kunduz kuydirilgan.